1-iyun bu sana kelishi bilan qalblarda bolalarga xos beg'ubor quvonch, mehr va ezgulik tuyg'ulari uyg'onadi. Chunki bu kun dunyodagi eng musaffo qalb egalari bo'lgan bolajonlarga bag'ishlangan eng samimiy bayramdir. Yurtimizda bolalarga bo'lgan e'tibor va g'amxo'rlik azaldan yuksak qadrlanib kelinadi. Ayniqsa bugungi yangi O'zbekistonda farzandlarimizning baxtli ulg'ayishi, zamonaviy bilim va tarbiya olishi o'z iste'dod va salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Barpo etilayotgan zamonaviy maktablar, bog'chalar, sport va ijod maskanlari barchasi bolalar baxti va kelajagi uchun xizmat qilmoqda. Tinch va osoyishta yurtda bolalar kulgisining jaranglashi eng katta baxtdir. Zero bolaga berilgan mehr va e'tibor kelajakka qaratilgan eng ulug' sarmoyadir. Qadrli bolajonlar, 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bayrami muborak bo'lsin. Sizlarning beg'ubor kulgingiz hech qachon so'nmasin. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Orzu intilishlaringiz esa sizni buyuk marralar sari yetaklasin.